Biz dunyodagi eng baxtli muxlismiz do'stlar. Chunki biz Messi va Ronaldo qarama-qarshiligini va o'z terma jamoasi tarixda birinchi marotaba jahon chempionatiga chiqqanligini o'z ko'zi bilan ko'rgan muxlislarmiz. Biz o'z ko'zimiz bilan tarixni kuzatdik. Futbolni san'at darajasiga olib chiqqan avlodga guvoh bo'ldik. Biz baxtlimiz. O'zbekiston jahon chempionatida yig'ladik, kuldik, quchoqlashdik. Begona odamlar, notanish yuzlar hamma bir-biriga tabriklayman deb aytmoqda. Chunki bu g'alaba hammamizniki do'stlar. Ammo bu yo'l faqat quvonchdan iborat emasdi. Yillar davomida orzularimiz chilparchin bo'ldi. Yutqazgan o'yinlardan so'ng ekran qarshisida jim yig'lagan kunlarimiz bo'ldi. Mag'lubiyat bizni sindirmadi, balki yanada kuchli qildi. Chunki biz hech qachon umidni yo'qotmadik. Har yangi murabbiy kelganida, har yangi avlod paydo bo'lganida yana yuragimizda umid paydo bo'lardi. Bu safar amalga oshdi do'stlar. Futbol biz uchun shunchaki o'yin emas. Bu mehr, bu sog'inch, bu orzu, bu otamiz bilan birga ko'rgan ilk o'yin, bu stadionda qo'shiq aytgan akalar, bu bolaligimizni eslatadigan yagona sehrli narsa. Ha, biz eng baxtli muxlismiz.